Assalam. Assalam. Yaxshimisizlar? Tin. Maxluqni. Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. O'rmonliqning ichiga kirib, sizlarga bugun o'qib bermoqchi bo'lgan asar Xalida Isroilning Mash'al ko'targan kishilar nomli povestining davomi. O'tgan qitimliq o'qishimizda ciddi oxirlashtirishga to'g'ri keldi, chunki shamol sal kuchli chiqib, asarning sifatiga ta'sir etmasin deb o'ylab to'xtab qo'ydim. Ma'qul emsa, davomliq o'qiylik. O'tgan qitim do'kon xo'jayini azaldan chet elliklar bilan savdo qilib kelgan o'qimishliq yerlik savdogar edi. Do'qmishda qizil sirlangan egiz shoxliq, ishkiga chiltaklik tovar parda tutilgan mapa to'xtilgan edi. O'tganim kelgan. Xo'sh. Mapa oldida qurolliq ikki askar turardi. Sal nerida yerlik kishilardan bir to'p yosh er bilan ushoq bolalar tomosha ko'rib turardi. Tar ko'chaga piyoda kirmoqchi bo'lib turgan xonim askarlarning ratlik qadam tevishi, ofitserning buyruq ovozi, miltiqning sharaq-shuruq qilganini anglab joyida turib qoldi. Tar ko'chadan 7-8 askar yugurishib chiqib, mapining atrofida ikki qator bo'lib hurmat turdi. Arqadalla bir necha yosh ofitserning hamrohligida qizil, ovarang tovar ko'nglak, zarlik tovar kamzul, kichik putlarga gul besilgan xay kiygan, oltin kumush qoshdasi zibu zinnatlarni bo'lashiga taqab qiyniq garam qilgan ikki yosh xinim erkilab to'lqin qilichi chiqib keldi. Tamasha ko'rib turgan yosh erlar bilan ushoq bolalar ularni ko'ribla yupurilib keldi. Erlarning chiroyida oshkora bir havas, ichirqash ifodalanadi. Bo'libmi topning ang oldida turgan kiyimlari jul-jul, yuz ko'zini qasmoq bosgan go'mish chiroy bir er yosh xinimlarga qarab o'zini tutib ololmay hengib kulib edi. Qelin lavlarining burjikidan sirg'igan sho'lgiyi yipdak uzun so'zlib kirdim parqaraq ketgan to'nning yaqisiga hiqishga boshladi. Erkin ayna xinimlardan biri uni ko'rib "Ey, jigisinko chisali" deyishiga ofitserlar bilan askarlar yugurishib kelib, heliqi go'mishni yerga yiqitib mushlab dastlab ketishdi. Buning bilan qo'dan chiqmay, atrofda turganlardan 3-4ni tortib kelib, miltiqining poyniki bilan urib, bosh ko'zini qonga bo'ydi. Bu vaqa ko'zni yumib ochqicha yuz berdi. Ofitser askarlar ikki xinimni yo'lab mapiga chiqirib, mapining orqasidan yugurib, birdamda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu vaqaning isboti sifatida heliqi go'mush texcha yerda ingrab yotadi. Tayoq yegan bir nechisi daldangshiganicha voyjon voyay deb nol qilishadi. Do'kon xo'jayinlari, xaridorlar boyiqi bir to'p tomosha ko'rgichi bu yerdan hech ish yuz bermagandek, hech qanday ishni ko'rmagandek bir xil so'g'uq ifodada qarab turishadi. Bu so'g'uqlik nemishqidir
odamning tenini shirkindiratdi. Gelyaxan xonim birdanla kayniga yandi. Uning ko'ngli ilishqandek bo'ldi. Uning bu yerdan mol setib olg'isi kelmadi. Bu ko'chadagi, bu shahardagi odamlardan ray yangan edi. Çinbağ. Angliyaning Qashqardagi konsulxonasi joylashgan bog'liq qo'roning nomi. Aytishlariga qaraganda, ism qo'yishga mohir qashqarliklar bu bog'ning palampaysimon yer shaklini va jonon chinidek chiroyli ko'rkamligini sifatlash uchun Çinbağ deb atagan ekan. Çinbağ haqiqatan go'zal bir bog'. Bükkide dal-daraxtlik arasıga joylashgan ingliz fasonidagi imoratlar va ravaq shahar sepiliga yondishib, butkul Qashqar shahriga va shahar atrofidagi cheksiz etiz bog'larga, agri-bugri ketgan daryo iqillarga, yiroqda haybat bilan qad ko'tarib turgan Pamir tog'lariga nazardan Qashqarga kelguchilar uchun o'ttir asrning uyqusida yatgan bu qadimiy shahardagi zamonaviy madaniyatga, bu shaharni jiroqqa tashlab ketayotgan shovqin surallik keng dunyoga va taraqqiyotga vakillik qiladigan kichikkina orol, cho'l jaziradagi xiyoliy jannat hisoblanadi. Paytun Angliyaning qalqan shakllik davlat geribi qadalgan konsulxona darvozasidan kirib kelganda, Soknodun forma kiygan qizil sallilik bumbur saqal ikki hindi askar tik turib konsul xonimga salom berdi. Darvoza ichidagi top maydonida yollanma xodimlar bilan futbol o'ynayotgan yosh yordamchi konsul George Sherif apandi xonimga jiroqdan ehtirom bildirdi. Paytun yo'lning ikki yenidagi ratlik selingan yollanma xizmatchilar uyi. Hindiston amaldorlarining konsulxona va doktorining uyidan o'tib, do'ngdagi qo'roning oldida to'xtadi. Paytunkash avval sakrab tushib, Paytunning eshigini ochib, xonimning Paytundan tushishiga yordamlashdi. Gelyan xonim daraxtlar orasidagi balkonliq yo'g'on derazlari kun nurida valildab turgan konsulxona binosiga nazar solganida har qachonqidek ko'nglida mamnunlik va qanoat tuyg'usi paydo bo'ldi. U pay qistirilgan shlyapasini qo'liga elib, oq to'r parini yashkash kang palampayga chiqdi. Qo'lidagi narsalarni eshikni ichib bergan hindistonlik xizmatkorga berib, "Efendim uyda bormi?" deb so'radi. "Efendim hozirla otliq chiqib ketgan edi", dedi xizmatkor hurmat bilan. U xizmatkorlarning so'zlariga ishonmagandek, tamlarga hayvon munguzlari va bosh so'ngaklari, cho'ngaytilgan suratlar esilgan qobulxonani, to'g'risi egiz, tep-tinch surlik ishxonlarni, ikkinchi qavatdagi chiroyli bezilgan o'ttirisiga bilyard shirasi, patefon, tam bo'ylab egiz aynaklik kitob ishkaflari qo'yilgan cho'ng uyni orladi. U shu topda Gelyan apandini bu yerda ko'rishni, bugun bozorda ko'rganlarini, kallasidagi xilma-xil o'y fikrni aytib berishni, uning tasalli so'zlarini anglab, ko'nglidagi g'ashliklarini unutib ketishni shu qadar xohlaydi. Har qachon, har qanday ishda Buyuk Britaniya imperiyasining manfaati nuqtasidan fikr yurgizadigan Gelyan apandi haddidan ortiq hissiyotchan xonimini bir necha eg'iz maqtab uchirish va yenikkina tanbeh bilanla pastgo'yga tushirib qo'yadi. Xonimmi uning so'zlariga qoyil bo'ladi va uningdan tasalli topadi. U kitob ishkobining oldiga berib, kitoblarning yuqorisiga choplangan O'rta Osiyoga oid qimmatli hujjatlar va asarlar, ovchilik qomusi, razvedka romanlari deb yozilgan kichikina bag'oqchilarga birdan qarab turdi. Arqadan uyning o'tirisiga kelib, kichik sheradagi patefon plastinkalarini aqtirishga boshladi. Nima degan qiziq-a?
Qashqarliklar patefonni shayton nag'masi deb atashadi. O patefonni ichib ko'na bir plastikani qo'ydi. O Mozartning muzikasi edi. Bu yerda Qashqarda Mozartning muzikasini anglash to'liq g'alati tuyuladi. U tavranni o'rindiqda muhabbat kuylangan yiqimliq muzikani anglab o'ldirib, nemishqidir Nobeshi ko'chasidagi heliqi kichikgina qistirmani nazuk, latofatlik go'zal qiz bilan uni o'limdan qutuldirgan bir kütdak chaplas yigitni ko'z oldiga keltirib, ixtiyorsiz kulimsiradi. U yigit shu tapda Qashqardan Otishga qarab so'zilgan yo'lda chopinini mo'risiga selib tez qadamlar bilan ketyotdi. Uning bug'doy o'ng yumaloqroq kelgan yuziga yarashib, aql va hissiyotga boyligini ifodalab turadigan uzun kirpiklik yo'g'on qora ko'zlariga cho'nqir xiyol va mung cho'kkan. Yuragi hayajonga to'lgan edi. Sehrlangandek oldidagi noma'lum bo'shliqqa tikilgan ko'zlari go'yo qandaqdir xiyoliy bir ishni ko'rib turgandek yoki kim bilandir so'zlashayotgandek goh g'azabdan o'tdek chaqnab ketsa, goh muhabbatdan muloyim xumorliq jilvalanadi. Lavlari nimalarnidir pichirlayotgandek bilinar-bilinmas titraydi. Ajab bir ish bo'ldi, ha? Xuddi birsi ittik bo'l degandek peshimdan tortgandek yugurib kelgan edim. Bir qadam kechikkan bo'lsam-za, karomat Xudo, ikkimizning diliga bu o'tni boshda o'zing solgan. Bugun bu yerda meni bir sinamoqchi bo'lganmiding? Siniqingdan o'tgan bo'lsam, ishimni o'zing oson qilg'aysan. Yetim bandangni murodiga yetkazgaysan. Xudo. U bugun Qashqarga ashu qizni bir ko'rib olish uchun kelmaganmidi? Uning ko'chisini, uyining atrofini necha oylanmaganmidi? Oxiri qizni ko'rish umidini uzib, heytgohni bir pas aylanib qaytib ketmoqchi bo'ldi. Ashu chaqda ko'ngli bir narsani to'ygandek, bir narsa uni ashu mahalla tarafga tortgandek bo'ldi. U ashu yugurik putlariga tayinib qizni Azroilning changilidan tortib oldi. U qiz uchun o'z hayotini qurbon qilishga rozi edi. U qizning yumron tenining haroratini, qattiq hasirab o'q tekkan kiyikdek tipirlashlarini saskinida birdinla qattiq huduqib nima qilarni bilmay qoldi. Qiz uning qo'lidagi ajrab uningga lappida bir qarab qo'ydi-da, tezlikda o'zini o'ngshab, uyi bor tor ko'chaga qichib kirib ketdi. U qizning qizargan yuzini, g'asirashdan nozik gavdasining titrashlarini, ko'zlaridagi vahima va hayajonni, uyatchanlikni shuncha yaqindan ko'rdi. Uning ashu lappida bir qarab qo'yishi uning yuragiga cho'nqur o'rnab ketdi. U hisobsiz ma'nini o'z ichiga olgan qarash edi. Uni til bilan tasvirlash mumkin emas edi. Faqat oshq yuragi orqali sezib olaydi. Shu tapda u xuddi bexil pul parchalagandek qizning ashu qarishini o'z xiyolida parchalab, uning har bir bo'lagidagi o'zgacha zo'q, lazzat oladi. Bu zo'q va lazzat tangbarsiz kuch-quvvatga aylanib, uni qanoatlantiradi. Uning xo'shligi ichiga sig'may, ko'z oldidagi yeshil dalini, yer va osmonni quchoqlamoqchidek qo'llarini kerib shamolga qarshi yugurib ketadi. Agri to'qay yo'llar, egiz-pas sarg'ush do'nglar, ko'kirishga boshlagan o't-cho'p chatqallar, yo'lning ikki tarafidagi suratdek rangdor tog'lar, hasrat,ovat, bashkaramning bog'lari,
onun üçqur tapallari ostidan o'tib yiroqlab ketdi. Endi o üstün atışның tağ bağrını boylab bir-biriga tutuşib ketgan yurt mahallari ichida ketyapti. Ana Hamrabayning Huvayni o'riklik beg'imi ko'rindi. Bir chaqlarda bu bog'ning egiz anjan tomlari ustidan o yaxshi ko'rdigan qizning zil ovozda aytgan naqshlari angladi. Qiz Qashqarga ketgandan tortib bu cho'ng bog' uning ko'ziga cho'ldarab qolganda ko'rindigan bo'ldi. Yiroqdan Hazrati Habib Ajam mazarining egiz munorasi ko'ringanda u qadamini tezlatdi. Habib Ajam mazari yenidagi oddiy qabrda ajoyib bir odam mangulik uyquga ketgan edi. Yo'q, uning jismi o'lgan bilan ruhi hayotdir. O'g'illari qilayotgan xosiyatlik ishlarni ashu ruh ularning diliga silib turdigandi. Mazarga yandab selingan bir korpus oppoq bina. Qapqaqlari havarang sirlangan cho'ng dereslik sinflar, o'qituvchilar ishxonasi, yenidan selingan o'qituvchilar yotoqlari, toshmoncha, teatrxona, kang ketgan to'p maydoni. Mana bu Osiyo qit'asining ichkarisidagi zarlar bilan to'lgan bir sahroda yuz bergan mo'jiza. Husayniya maktabi edi. İlliq chiroyidan sabiylik, oq niyat parlab turgan bu yigit bo'lsa, mushu maktabning bola apandisi edi. Qiz bilan yigit aslida bir mahallada Üstün Atışning Eksoq kentida birga o'ynab cho'ng bo'lgan bolalar edi. O'g'ilning ismi Kerem bo'lib, kishilar uni dadasi kichik Ahunning ismini qo'shib, Kerem kichik deb chaqirishadi. Qizning ismi Marigul edi. Kichik vaqtlarda mahallaning iriq o'stanglarida suvga cho'milib, loy o'ynab yurgan chog'larida ular barabar edi. Kerem Marigullarning uyiga kirib, uni o'ynag'ili chaqirib chiqadi yoki uning bilan ashu jannatdek bog' ichida atidan kashkicha billa o'ynaydi. Ular asta-asta cho'ng bo'ldi. Marigulni boshqa qiz bolalardek uyidan talog'i chiqmaydigan, ular ko'risholmaydigan bo'lib qoldi. Marigulning dadasi pat-pat tog' orqasiga savdo qilg'ili berib turadigan cho'ng savdogar edi. Uning Qashqardimi katta do'konlari, uylar bor edi. Keremning dadasi kichik Ahun bo'lsa, Kerem qo'rsoqda chog'da karvonlarga agishib, Anjan taraflarga chiqib ketgancha xat xabari bo'lmagan edi. Ana bola ikkisi mahallaning oyig'idagi kichik bir hovlida yolg'iz yashaydi. Kerem nihoyat kichik vaqtlardan tartibla anasiga yordamlashga boshlagan edi. Ularning uyidan 1-2 chaqirim yiroqlikdagi jangalda Keremning cho'ng anasining uyi bor edi. Anasi har kuni oshni tovoqqa usib, dasturxonga chigib, "Obdan balam, yugur, mav oshni cho'ng anangga apirib ber. Osh sovib ketsa, cho'ng anangning duosini ololmay qolasan. Yugurib berib, yugurib kel." deydi. Quluqi yumshoq Kerem oshni issiq peti elib boraman deb pildirlab yugurib mangadi. Cho'ng anasi issiq oshni ichib, uningga va anasiga atab duo qilib bo'lib, "Tatliq navram, qora ko'z navram" deb erkildi. Qo'liga quymoqdek sap-seriq, shirin qoqlarni tuqqizib, "Bechor anang ansirab qolmasin, yugurib uyingga ketgin. Bir kimlar etingni chaqirsa, oldi kayningga qaramlig'in" deb tapilaydi. Kerem anasining cho'chaklaridagi daraxt ustiga chiqib o'ltirib oladigan, mahalladagi hamma odamning etini biladigan jinlarning o'zini tutib olishidan qo'rqib, oldi kayniga qaramay udul uy tarafga chapatdi. U
7 yoshga kirgan yili Musa hojimning o'g'illari oshqan Husayniya maktabiga o'qishga kirdi. U maktabga kirgan tunji kuni Tursun apandining uni yetilab issiq monchaga elib kirib yuyundirg'ini, sarg'ush matada tikilgan maktab formasini kiydirib qo'yg'ini uning esidan zoti chiqmaydi. U maktab hayotiga tezli o'slashib ketdi. Bo'libmi o'zining yugurib chapdasligi bilan turlik tantarbiya faoliyatida alohida ko'zga ko'rindi. Maktab müdiri Tursun Efendi Türkiye'nin danlıq bilim yurtlarida 10 yillab o'qib kelgan oliy ma'lumotliq bir necha xil chet el tilini pishiq biladigan hamma odamning hurmatiga sazovor kishi edi. U yana chiniqqan tantarbiyachi, usta topchi edi. Bir qitim Kerem kichik 100 metrga yugurishda birinchilikni olganda shu apandim uning bosh ko'zini silab, "Barakallah o'g'lim, otangga rahmat. Xudo xolsa, mushu yugurib putlaring bilan hamma murod maqsadingga yetsan" deb peshonasidan so'ygan edi. U sal cho'ng bo'lganda Tursun Efendi uni qo'lidan yetilab opirib, maktab futbol komandasidagilarga "Mana bu yigit uzoqqa bormayla nihoyatda yaxshi hujumchi bo'lib qoladi" deb tanishtirdi. Ana shundan tortib uning asyodi futbolga bog'landi. U Kerem Topchi degan nomga ashu mushtak vaqtlarda erishdi. Tursun Efendi uning uchun bu dunyodagi mehribon, eng qadrli, shundaqla hayvat ulug' odam edi. Her kuni attigini onasi namozga qo'yqanda Kerem kichikmi tangla o'rnidan turardi. Aldirab nasht qilib elibla maktabga yuguraydi. U endi jindan qo'rqmaydigan bo'lib qolgan edi. Maktabga boldiroq berish uchun bog'larning sho'rilaridan o'milab kiratdi. Qoshlardan otlab o'stanglarni kechatdi. Ba'zida uylarning orqasidan yo'g'on bo'ri itlar chiqib uni qo'qlab ketadi. Itlar topallari yerga tegar tegmay degudek yugurib ketayotgan Keremning orqasidan birdan qo'qlab beqib, umidsizlangandek to'xtab qolishadi. Tong nuri Hazreti Habib Ajam mazirining osmon palak pashtiqini, pashtaq yenidagi oppoq oqartilgan sinflarni, top maydonini, maktab va maydon atrofidagi qo'yuq teraklarni g'uva yo'rtishga boshlaganda u maktabga yetib keladi. U har qancha boldir kelsimi maydonda o'zidan burun kelgan Tursun Efendini ko'radi. Oq ko'ngilak kiygan, o'ttiri bo'y, xushbichim kelgan Tursun Efendi uni ko'rib, "Tinch qopibsanmi o'g'lim?" deb so'raydi. "Tinch qopdim efendim. Sizmi tinch qopibsizmi?" deb so'raydi. Kerem kichik beshini ko'tarib qarab. Tursun Efendi uning javobidan mamnun bo'lib kulib ketadi. Kerem yugurib berib daraxtga esib qo'yilgan top xaltasidan topni elib keladi. Bu Tursun Efendi o'zi Qashqardagi mozdozlarga buyurtib tikkizgan sarg'ush tera top edi. Xaltada yana topchi balalarning onalari koni tumoq bo'klarning ichiga saman, zig'ir, paxali silib tikib bergan toplarmi bor edi. Odatda top o'ynaydigan har qanday balaning chakman chopan tikidigan qil raxtda yoki qilin matada tikilgan topi bo'ladi. Ular uni o'ylada, yo'llarda, xamanda tepib o'ynaydi. Mahalladagi ushshaq balalarmi ularni do'rab, onalariga har xil purush raxtdan gul tapchiladigan toplarni tiktirib o'ynab yurishadi. Biraz ichib olay.
Tursun Efendi bilen Kerem kichik bir-biriga pas berib, topni put, mayda, mo'ra bosh bilan to'qitishni mashq qiladi. Tursun Efendi topni pirqiritib, putining uchi, dumbisi, tizi, tapini bilan tepkish tepgandek tepib, goh tizining orasidan, goh mo'ra qo'ltiqidan chiqarib, hunar ko'rsatdi. Top xuddi uning badaniga chaplashib, uningga unsiz itoat qilayotgandek ko'rinadi. Maydonning ikki beshida kesak bilan yasalgan varta bor edi. Tursun Efendi top tepsa, Kerem vartar bo'ladi. Kichikligiga bo'yning pakarligiga bakmay, yiqilib qopib, do'milab yurib, topni tutib olishga tirishadi. O top tepganda Tursun Efendi vartar bo'lib, uning har bir top, har bir hareketini maqtab yoki to'sib turadi. Barbara maydonga Abdurahmon Efendi, Ablis Efendi, Mas'ud Efendilar, futbol komandasidagi Anvar, Ibrohim, G'upur, Faxriddin, Tursun Qarilar yig'iladi. Abdurahmon Efendi bilan Anvarmi qaltis topchilardan edi. Bo'libmi qosh ko'zi to'kilib turadigan, mag'zi qizil kelgan Anvarning tepgan to'pi zoyi bo'lmaydi. Shunga hech qanday musobaqa Anvarsiz qizimaydi. Yig'ilganlar odam soniga qarab 5-6dan yoki 8dan bir komanda bo'lib musobaqaga tushib ketadi. Ba'zida musobaqani ko'rgili kelgan dehqon yoshlarmi maydonga tushadi. Odam barqancha ko'payib, maydon qiyqas cho'qan, barakallah sadolar bilan qaynam tashqinlikqa cho'miladi. Atdigan soat 8da maktabning bir kunlik mashg'ulotining muqaddimasi bo'lgan gimnastika boshlanadi. Har bir o'quvchi maydondagi muqim o'rnini tepib, ratlik tiziladi. Abdurahmon Efendi boshchiligidagi duxuvoy muzika atirdi, nag'ra sonay nay chelib maydonga kiradi. O'quvchilar muzika sadosiga tankash qilib gimnastika o'ynaydi. Gimnastikadan keyin navbatchi apandilar o'tirg'i chiqib, oldingi kundagi o'qitish, tartib, intizom, tantarbiya faoliyatlarida xulosa chiqaradi. A'lochi, ilg'or o'quvchilar taqdirlanadi. Savanliklar tanqid qilinadi. Xulosa oyoqlashish bilan yana muzika yangrab, o'quvchilar "Qo'p i adash tur, atrofingga baq. Baq, na ko'rarsan, o'ylig'ing uzoq" degan marsh sadosi ichida sinflarga qarab mangadi. Hüseyniyaning yangi bir kuni ana shunday boshlanadi. Hüseyniyada shu vaqtning odati bo'yicha shanba hafta 5 hisoblanadi. Shanba hafta 5 hisoblanib, juma kuni aram elinadi. Çarşamba deganda Qur'on tajvid o'tilib, payshanba butun kun Qur'on o'qilgandan boshqa vaqtlarda shifohiya, ya'ni grammatika, yod imla, hisob, yurt tahsili, ya'ni tarixi, tabiat, rus tili, arab tili, coğrafiya qatorliq darslar o'tiladi. Tursun Efendi shifohiya, yod imla va tarix o'tadi. O'quvchilar uning darsini o'zini unutgan holda anglaydi. Qachon Tursun Efendining darsi kelarkin deb to'rt ko'zi bilan kutishadi. Tursun Efendi ana tilni to'liq bilish, to'g'ri qo'llanish har bir inson farzandi uchun farz va qarzdir. Bizning chiroyli, yiqimli ana tilimiz bo'lg'ashqa, biz o'zimizning tilida ona, dada deb chaqirishni, boshqalar bilan aloqalashishni, jahondarchilik qilishni o'rgandik. Ana tilimiz bilan Xudoni, dunyoni bildik. Dunyodagi, insonchilikdagi nurg'un ishlarni tushundik. Ana tilimiz bilan shundoq chiroyli naqshlarni angladik ham aytdik. Ana tilimiz bilan bovoqlarni ig'izlantirib, o'lganlarni uzatdik. Ana tilimiz bo'lmagan bo'lsa, biz bir bechora xalq bo'lib qolgan bo'lardik. Shunga
ana tilni yaxshi o'rganishimiz, uni beshimizga esib, e'tiborlashimiz kerak, deydi. Dərsni bək əstaydil ötüblə qalmay, imla və til qaidəsi cəhətdə tələbni qattiq qoyatdı. Özü xətni çiraylıq, ölçəmlik yazatdı. Oquvchilardanmı shundaq yazışını tələb qılatdı. Tarix ötgəndə dünyadakı, jiroq ellardagi zo'r ishlarni xuddi mushu yurtda bo'lgan ishlardek qiziqarliq, tushunishli qilib so'zlab beradi. Dunyoni so'zlab bo'lib, Şinjanni, Qashqarni, Atuşni, saltanatlik, azad oqibatlik ham ichinishlik tarixni, erkinlik, azadlik yo'lidagi kurashgan, qon to'kkan botir azamatlarni, dangdor bilim, ma'rifat egalarini so'zlab, o'z navbatida mushu yurtdan chiqib, jahon kezib, ko'zi ichilib, pul va yuz tepib, zo'r ishlarni qilgan katta boylarni birlab sanab, ashular bizning yurtliq, bir mahallalik qon qarindoshlarimiz edi. Ular qiz qilganni biz qila olmadik deb balalarning ko'ngliga bir o'tni selib qo'yadi. Yurtni, vatanni, uning tarixini emas, tog' daryolarini tushunishni, bilishni, yurt ko'rib, shahar, davlat atlab dunyoni tushunishni tashabbus qiladi. Bir qitim u Qashqar to'g'risida so'zlab kelib, o'quvchilardan "Aranglarda Qashqarga berib baqqanlar bormi?" deb so'radi. 13-14 yoshlarga kirib qolgan bu bolalar ko'zlarini yug'on ichib, indamay o'ltirishdi. U yana "Qashqarga berishni xohlaydiganlar bormi?" dedi. "Men xohlayman. Men xohlayman. Men u xohlaydim, lekin shu payshanba kuni Tursun Efendi boshliq 10 necha bola oziq to'lik va yepinchi elib piyoda Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Qashqarda Tursun Efendi ularni boshlab Hetgoh jamiyasi, Xonliq madrasa, Yusuf Xos Hojib maqbarasi, Buloqbeshi, Qilich Bug'raxon mozori, Hazrat qatorliq joylarni aylantirdi. Qashqarning Avad bozori, mix-mix odamlar eksoqliq bolalarning ko'zini olajaqman qilavatdi. Shu kuni Kerem kichik bilan Anvar egiz bo'y, seriq chosh, ko'zlari ko'p-ko'k bir odamni ko'rib, hayronlikdan og'zini ochqinicha orqasidan agishib yurib, yo'ldan ezib qolganda, Tursun Efendining o'rgatgani bo'yicha Xonliq madrasani izlab, so'rab yurib, hamrohlari bilan oxir tepishgan edi. Shu qitimqi safardan keyin bu safarni beshidan o'tkazgan bolalar birdilla cho'ng bo'lib qolgandek bo'ldi. Tursun Efendi ularga Qozon, Istanbul, Parij, Berlin degandek shaharlarning Qashqardan nechasi cho'ngligi. U shaharlardagi kishilarning radio orqali dunyodagi yangiliklardan xabardor bo'la oladiganligi. Aeroplan, avtomobil, poyezd, paraxotlarning sur'ati haqida so'zlab berganda, bu so'zlar ularga cho'chakdek tuyulmaydigan bo'ldi. Tabiat darsini Mas'ud Efendi, jug'rafiyani Amrulla Efendi o'tadi. Mas'ud Efendi yoz kechalari o'quvchilar bilan maktab maydonida tunab, ularga qop-qorong'u osmon bo'shliqidagi samon va o'nchilar chechilib ketgan yeza yo'liga o'xshash oqirib ko'rinadigan samon yo'li haqida, yulduzlar, oy, kun, cho'lpon yulduzi va ularning joylashishi, harakati haqida so'zlab beradi. Mundaq o'tilgan darslar o'quvchilarning esidan umrvoyi chiqmaydi. Jug'rofiya o'tadigan Amrulla Efendi dunyodagi dangliq yanar tog'larning portlash sababini, o'tganda kan sirtidagi qumsang yerga doğru kömüp üstüge
taq şəklində qum dövüləb, doğrunu partıltış arqılıq yanar taq hadisəsini canlıq düşəndirgən idi. Abdurrahman əpəndi qaşları qapqara, qanşarlıq, egiz boy, canlıq, tetik jigit edi. O təntərbiyəni qızğın söyətdi. Özü təntərbiyə dərsi berdiğan oquvchilarni texmi qızğın söyətdi. Ularni daim dalığa, östən boylarga elib chiqib, yugurish, suv uzish, chelishish faoliyatlarga tashkillaydi. Oquvchilarni yugurtib, aq taqqa opirib, taqqa chiqish, to'shqan qo'qlashda musobaqaga salatdi. U bek hissiyatliq, ko'ngli yumshoq edi. Erib qalgan, mijazi yo'q bo'lib qalgan balalarni apash qilib ko'tarib olatdi. Kambag'al, namrat balalarni ko'rsa, chidab turolmay, qo'lida nima bo'lsa berib etadi. Bir qitim u balalarni boshlab taq chiqib ketayotganda, ularning oldi tarafidan biri kiyik chiqib qoldi. Balalar uni muhasiraga elib, qo'g'lab, cho'nqur bir jiraga qapsib oldi. Abdurrahman əpəndi özü jiraga tushib, kiyikni tutib chiqdi. Kiyikning putqo'li bog'landi. Bog'liqqa tushgan kiyik dir-dir titraydi. Yosh to'lib turganda ko'rindigan qop-qora ko'zlari bilan atrofga g'amkin talmirib qaraydi. Un jour, il n'y a pas de problème. Vous marchez beaucoup? Oui, c'est surtout mon chien. Et il y a beaucoup de chamois, je ne sais pas si vous les avez Tout à fait, vus. j'ai vu tout à l'heure. Oui, oui, j'ai même filmé. Impressionnant. C'était tragique. Bonne journée, madame. Bu ayol boy bir o'tib ketganda, hozir yana o'tdi, sen chiqmang ekansan desam, ha deb. Boy ayaydi, kiyiklarni ko'rdingmi? Bugun men bak chiqib ko'rdim deydi. Menmi ko'rdim? Boya tatqinim nemning oldida ma'lum. Asarni o'qishni boshlashdan ilgari tatqinim shu. Boy qarsam mayada yana bir nechasi yuradi. Mayada dal kiyikni o'qivatsam, ma ayol o'tib kiyikning gapini qildi. Ajoyib sirliqa ba'zi ishlar. Ha. Davomlashtirib o'qiylik. Shuningdan keyin ular tog' ustida dam elib o'tirganda, Abdurrahman әпәndi nemishqidir echilolmay xiyol surib qoldi. Kiyikni so'yib, go'shini kavob qilishga taqozo bo'lib turgan balalarmi muallimga qarab sho'xliqlarini qilolmay shuklab qilishdi. Abdurrahman әпәndi birdam jim o'tirgandan keyin birilla beshini ko'tarib, "Balalarim, kiyikni qo'yib atsak, rozi bo'lamsizlar?" deb so'radi. Balalar bir-biriga qarashdi. "Qo'yib etimizmi? Amsi nemishqa chapat tatib tutdiq. Qo'rsoq ichib turganda tayyor kavobni nemishqa yemagidakmiz?" Balalarning sabiy ko'zlaridan ashu ma'no aks etib turadi. Bu bichora tutqunga qaranglar. Mushu tog'da erkin yaylab yurgan bu jonivar bizning nafsimiz tufayli erkinligidan ayrildi. Endi jinidanmi ayrilish oldida turadi. Uning ota-onasi, aka-ina, och singillar bordi. Ular shu tapda bu bichorning yo'liga qarab turishgandi. Kerem kichikning yo'g'on qapqara ko'zlariga yosh to'ldi. "Apandim, qo'yib etayli", dedi u titrak ovozda. "Qo'yib etayli", deyishdi qolgan balalar. Kiyik bog'laqdan ozod bo'lib, taxlab qiyolar orasida g'oyib bo'ldi. Hammalarning ko'nglidagi g'ashlik yo'qib, ko'ngillari echilib qoldi. Shuningdan keyin ular taqqa chiqsa, to'shqan, kiyik ovlamaydigan bo'ldi. Yana bir bölümni o'qib o'tay. Bir kuni Kerem ağaylari bilan yo'lda
top tepip o'ynab ketib etib, tag'isi Emin Mazinga uchrab qoldi. To'g'risini aytganda, uning tepgan to'pi dal tag'isining qanshirig'iga berib tekkan edi. Mazin tag'isi uni qo'liqidan tartqinicha onasining oldiga elib kirib, qo'llarini shiltib, ko'zlarini olaytib, og'zidan shollarini chachiratqinicha tillab ketdi. "U juhud murtad, imonsizlarning orqasidan yurib, yo'ldan chiqqan non qepi. Jining ichingga patmay qolgan bo'lsa, mushu eski topni tepib yurgicha, etizga chiqib, ketman chapsang bo'lmasmidi?" Emir Mazin yangicha maktablarga va apandilarga jinining barcha o'shlik qiladi. Yurtbegi va bir qism qozi, quzatlar bilan birlashib, musobaylar bolalarimizga paranglarning ishlarini o'rgatib, nima foyda topdi? Bolalar atining kechgacha apandilarning orqasida shaytonning to'pini talishib yurib, musulmonchilikning yo'lidan chiqib ketdi. Bu eski to'pdan oshdan chiqqan ekan, deb vaz aytadi. Tag'isi Keremni nadi ko'rsa tutib elib pand nasihat qiladi yoki tillab vaz aytib qo'rqitmoqchi bo'ladi. Keremning onasi ya akisiga bo'lishni, ya o'g'liga bo'lishni bilolmay mishildab yig'laydi. Akisining deganlari haq. Demisimi, mushu mushtumdek balaga nima jin chaplashdikin? O'ltirsa qopsa, Tursun apandi bilan to'pning gapidan boshqa gap qilmagan. Kechalari nimalarnidir deb varqirab, jo'ylib odam qo'rqitib atgan. Tushakab, to'p tepdim deb yotqanni tepib, yotqan to'shatmagan. U akisining maslahati bo'yicha o'g'lini o'qitib, demida suyi ishkizibmi baxti. Nasihat qilibmi, uyga solab qo'yibmi baxti. Lekin kar qilmadi. Hech narsa Keremni yo'lidan qaytara olmadi. Texi bir juma kuni namozdan yonganda apandilarim meni maktabga kelsin deydi. Hamma balaning onalari bor ekan deb maktabga boshlab bordi. Aslida u kuni cho'ng musobaqa bo'lgan ekan. Keremning onasi o'ziga o'xshash yuzini yopgan bir to'p ayolning orasida o'ltirib, o'g'lining maydonda o'qdek tez yugurib, to'pni vartaga qandoq tepib kirgizayotganini, to'p ko'rayotganlarning "Kerem kichik, yashab ket, o'g'il bola" deb tovlashlarini ko'rdi, ham angladi. O'zimi hayajonlanib, gohida o'g'lidan ansirab, nechta qitim varqirab salg'inini to'ymayli qoldi. Musobaqadan keyin Tursun apandi o'ttirg'i chiqib, Keremni mo'rsiga o'ltirg'izib elib, "Xaloyiq, bugundan e'tiboran Keremning eti Kerem topchi bo'lsin" degan edi. Hamma odam chavak chelib, olqishlab ketdi. Anasi shuningdan keyin Keremni to'simaydigan, texi o'ziga o'xshash onalar bilan to'pning musobaqadan parangini silishidigan, o'g'lidan faxrlanadigan bo'ldi. Kerem bir kuni onunga: "Ana, anlasam paranglarning to'pi biznikidan qattiq ekan. Men har qanday qattiq to'pnimi tepalaydigan bo'lsam deyman. Sen menga zig'ir paxilining orsiga shig'il aralashtirib bir to'p tikib bagina" deganda, necha kun boshqa turib o'g'li degandek to'pdan birini tikib berdi. Bu to'pni tepgan dastlabki kunlarda Keremning yalong oyoq putlari qizdirib, qonatmi ketdi. Biroq bir mezgildan keyin qonamas bo'ldi. Onaning ko'nglimi joyiga tushdi. Kerem ana shundoq to'p tepib, yo'ruq Kerem ana shundoq to'p tepib yurib cho'ng bo'ldi. Maktab bitkizib, shu maktabga apandi bo'ldi. To'p tepib yurib, mushu yurtdagi eng chiroyli qizning muhabbatiga erishdi. Bir kuni Kerem og'aynlari bilan ko'na tomoqni o'zgartib bo'lib, kuchab tepish bilan Bir kuni Kerem og'aynlari bilan ko'ni tomoqni o'zgartib bo'lib,
Küçep tepiş bilen top yol boyidagi Anjan tamlıq çoğ bağның içiga tushib ketdi. Ma cümle sel tushuniksiz bo'lib qoldimi qanda? Qayta o'qiymish yani. Bir kuni Kerem og'aynlari bilan ko'ni tomoqni o'zgartib bo'lib, küçep tepishi bilan top yo'l bo'yidagi Anjan tamlıq çoğ bağның içiga tushib ketdi. Bağның tamlari egiz edi. Tam bo'ylab osmon palak qad ko'targan qo'yuq sagi teraklar bağni qarong'ulashtirib turardi. Kerem topni elib olish uchun bağning sho'rasidan o'milab kirdi. Bağda u boyning qizi Margulni ko'rdi. U qizning qo'lidagi topni elib olmoqchi bo'lib, uning oldiga bordi. Kerem kichik, seni Qashqarga berib o'qiydi ekan deydi-ku, rostmi? deb so'radi Margul buloqdek ko'zlarini uningga tikib. Efendim meni Qashqarda o'qitmoqchi bo'lgan, lekin onamni yolg'iz qoladi deb bormaydigan bo'ldim. Efendim, undaq bo'lsa seni o'zim tarbiyalayman dedi Kerem mag'rurlik bilan. Qashqarga onamni birga elib ketsang bo'ladi-ku. Onam unimaydi ekan. Sahroda ozoda yashab o'ginib qolgan odam shaharga ko'nalmayman deydi. Men tug'ilmagan vaqtimda dadam bilan Qashqarga berib, shaharning darvozasiga esilgan odamlarni ko'rib qo'rqib ketibdi ekan. Qashqarning gap chiqsa, hozirni titrab ketadi. O'g'u rost, men Qashqarga ko'nalmayman. Margul shundaq deb etib, nəhayət chiroyli ham chabdas harakat bilan topni bog' sirtiga qartib tepdi. Top egiz Anjan temi ustidan halqib, ko'kish parqirab turgan sagi teraklar orasidan g'uyildab o'tib ketdi. Nima? Sen qandaq mendan boshqa odam top o'ynay olmaydi deb qolganmiding? dedi Margul lavlarini domsaydi. Ve birdilla içilip küldü. Meningmi bir topum var. Avu bulungda bir vartamı var. Oğul bala bolup qalsangmı bo'ptikan? Shundaq deb Kerem Marguldan so'rdi. Hey, rost, sen heliqi meni Qashqarga boradi ekan degan gapni nereden alding? Men hech kimga demagandim. Qalba. Margul sadafdek tishlarini ko'rsatib yana kuldi. Hamma odamning og'zida seningni gaping. Texi seni Anjonliq bir apandi bilan Anjon ketidi ekan degan gapmi bor? Keremlar shuningdan keyin doim mushu bog'ning tubida top tepadigan bo'lib qoldi. Kerem har qitimda bir ikki navbat top elib chiqqili boqqa kirib turdi. Kerem her qitim boqqa kirib ketsa, nemishqa pat chiqmaydiganligiga ajablangan og'inlari bog'ning sho'risidan o'milab kirib, Keremning Margul bilan eriq bo'yida yonma-yon o'ltirib mo'nglashayotganligini ko'rdi. Shuningdan keyin eksaqdagi yosh balalarning orasida biri naqsh tarilib ketdi. Naqshining nomi Gulmaram edi. Bu naqsha shunchalik mo'ngluq, go'zal ediki, anlığanlı kişinin yürek tarını çekip uzakça esidan çıkmaydı. Bir kunlarda Margulning dadasi Hamrabay qizi bilan Kerem topchi to'g'risidagi gaplarni anglab, nomus va g'azabdan yerilib ketgudek bo'ldi. Ne bagzodlarni qizimizga loyiq ko'rmay yursak, qizimiz bir yalangtosh yetim o'g'loq bilan tepishibdimi? Vay sid, qiz bola deganni baqamdigan deb nola faryod chekib, xotiniga yetkicha koyib, oxir xotini bilan qizini qo'riqchilarning hamrohligidagi Qashqardagi pinhon qo'ruv joyiga yo'lga soldi. Keremning putlari oldida Qashqarning yo'li qanchalik yo'l edi. U hafta 10 kunda bir Qashqarga berib, Nobeshi tarafdagi ko'chalarni arlaydi.
Mərgilmu bəzida yalğız, bəzida bir qeyri xotinning hamrohligida ko'cha tarafga chiqib qoladi. U paranjiga yo'galgan qizning burilib lappida bir qarshidi. Nazik badanining alohida qiyofatlaridan o'zini ko'rganini sezadi va o'zicha qizirib, hayajonlanib, shirin xiyollar ilkida orqasidan uzoq qarab qoladi. Qizni jiroqdan bo'lsa-mu, biri ko'raligan chog'larida uningga yo'lning jiroqligi, g'arg'illik va ochliq, visol orzusining beqarorligi bilinmay qoladi. Men o'qib kirishib ketdim. Men futbolni bek yaxshi ko'raman. Şunun üçün mikin şu futbol tepken vaqtida elqi hareketlerinin tasvirlashları şundaq bir inchga, bir chiroyli yozilgan. Ma'qul emsa, kelar qaytimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Davomga diqqat bering. Hay, xo'sh.